Yo, hammaga salomlar, sizlar bilan o'sha streamimiz bilan va yana nihoyat men yana FIFAga qaytib keldim. Xudo xolasa yana ajoyib o'yinlarni ketma-ket chiqarib boramiz. Yangi update'lar keldi, ular bir qator tanishtirib o'taman galeriyaga kirib. Anchadan beri ko'p anaqa video qo'ymayapman. Masalan, bu update'lar kelganda qo'ymadim shekilli video qo'ymadim. Umuman endi yana bir update'ni yaqinda Totti keladi. Tottida ayniqsa Totti anaqada yangi o'yinimiz bitta ba'zi o'yinchilarda olganman bu yerga kerak emas. Hozirda o'g'il ham juda kuchli. Birdan bir qo'yganman. Oldin yetarli emas. Cucurella kelgan, Silva, David Rea, Arsenal, Zola, Vidic kelgan, Rodri Pedri kelgan, Cantona deb yangi qanaqadir bo'lib ketdi. Masalan, bu yerga Cucurella Chelsea'da o'yinchilardan ham kelgan, Oteres, Burgun ketdi. Lekin Foden ketdi. Foden menimcha yaxshi o'ynasa kerak deyapman. Keyin buni anaqa kuchaytirsa, ikkinchi levelga kuchaytirsa, u Kam bilan Semi bilan yarim himoyada o'ynayapti ikkita pozitsiyasida. Hozir menimcha o'sha ikkita pozitsiyada o'ynayshi kerak. Mana bu yerda o'ynayapman hozir yuzta qilganimdan keyin ob-havoni olaman. Hozir juda ajoyib bo'lyapti. Hozir o'tib olaman. Keyin mana so'zlar. Oxirgi daqiqada Depay gol chiqmoqda. Hozir ko'rishingiz mumkin. Ana o'ta baqirmoqda. Ota deb. O'zi ham uchidan kirib ketdi. Silliqqina kirib ketdi. Silliq. Bu ikki oxirgi daqiqa. So that makes, and the referee brings the game to a close. A game that has not gone West Ham's way. It was a tight game between two very good sides, but they lost concentration late on, and it's cost them dearly. They'll need to get over that quickly. Yangi yillarga o'tkazilgan bo'lsalaringizni tabriklayman qo'yaman, tabriklamoqman. Yangi yillaringiz bilan barchangizni endi bugun Atletico Madridga qarshi gapirdim. Menimcha yana Atletico Madrid yutsa kerak ham deb o'ylayapman. Chunki bizda Bappe yo'q, o'yinchi balkim mumkin. Gonzalo hozir hat-trick qildi. Menimcha yana asosiy tarkibga tushadi. 5-1 hisob ketdi. Endi to'liq uzatib bordim. Juda zo'r bo'ldi. Birinchi gol просто hech kim yo'q. Baratani xatosi orqali gol bo'ldi. Maçlarda ham olish kerak lekin bo'ldi. Birintasini olganman. Nima bilmayman. Bir kuchayapti mana. 110 kelganmidikini. Olish kerak. Timber menda bor, nima qilaman? Hozir yana bir marta o'qigan bilaman. Ana bola tarakan, uyimizda bor ekan. Yana bitta uni yangi stadionda olishim kerak. Ashimda o'ta harakat qilayotgan qolgan birantasi kerak emas menga. Bu nima? Yangi stadion olmoqchiman men. Menga boshqa birantasi kerak emas-da, menga yangi stadion kerak. Lekin bundan shu 113 ga yetgandi, vashshi o'yinchilar beryapti. Vashshi zo'r bermagan haligi. Bergan yaxshi. Ekstra time'larda ochdi, ekstra time 10 ming talinaqa ketdi.
Men o'zim ochdim. Sizlarga anaqa sizlarga ko'rsatib o'raman narsani deyman-da. 3000 talik ham ochib qo'yibman-da men jinniga o'xshab bolalar. Shatta qilibman-da. Mana. Hozir ko'rsataman. Endi xudo xohlasa yangi rubrikalar, yangi videolar olishni boshlamasak 10 tadan kelibdi. 113 bular 4000 ta borni ochib oldim. Bo'lsa bitta mana uni ochib ko'ramizmi bolalar? Mashinadan ham bor edi. U 10 taga ochcha qoluvdi. Ochsam puxta ham yaxshi o'yin tugadim oxiri. Bitta ochib ko'ramiz. 114 tushmaguncha urinamiz. 2000 ta bor ekan yetadi bitta ishni ochishga. Kim qaysi birini ochamiz? Mana shu yerdan boshlaymiz. Aka. O 6 ta ballon d'Ordan sotgan bu bitta ochib ko'raylik. Yaxshi bo'ladi. Kim ekan? Menimcha shu buni qayta o'g'irlanuvchilar beradi endi. Sizlardan boshqa borda. Yo'q, shakmas. Ay klubda akan bo'lsa baribir 110 mana shunaqalarni beradi-da baribir. Akan yana akan. Tavakkalga o'chiramiz. History bo'lasi. Endi tushib bo'ldi-ya. Programma. Midifendi bu yarim himoya. Yarim himoyadan paslar ham bor-da. Ay 110 tushsa hozir 10 talik ekstra tani sirraz ochib olamiz. 115. Oxirgisi tavakkal. Ayka. Kim bo'ladi? Toni Kroos bo'lmaydi-da, 700%. Mash uya 113 tushadigan boshqa bor ekani puxtaysiz. Mash tushadi mana. CDM oxirida turibdi mana. Mana. Hozir. Mana boshqa bo'lmayotgan mana. Fransiyalik